Bir kishi solih kishilardan biri bilan gaplashib turib, baraka degan narsa aslida yo'q narsa dedi. Shunda solih kishi undan itlar bilan qo'ylarni ko'rganmisan deb so'radi. U, "Ha, ko'rganman" dedi. Solih kishi qay biri ko'proq bolalaydi deb so'radi. U, "Itlar 7 tagacha, qo'ylar esa 3 tagacha bolalaydi" deb javob berdi. Solih kishi, "Atrofingga qarasang, qaysinisini ko'proq ko'rasan" deb so'radi. U, "Qo'ylar ko'proq" dedi. Solih kishi, "Aslida ko'proq so'yilgani uchun kamayib ketish kerak emasmidi" deb so'radi. U, "Ha, shunday bo'lish kerak edi" dedi. Solih kishi, "Mana shu baraka bo'ladi" dedi. U, "Nima uchun qo'yda baraka bor, itda yo'q" deb so'radi. Solih kishi, "Chunki qo'ylar erta uyquga ketadi va tong saharda uyg'onadi. Natijada baraka nozil bo'ladigan vaqtni topadi. Itlar esa tuni bilan qurib chiqadi va saharga yaqin uyquga ketadi. Shuning uchun baraka nozil bo'ladigan vaqtdan bebahra qoladi" deb javob bergan ekan.